Наконец-то узбекистанцы начинают зарабатывать большие деньги. Люди, которые стоят за мной, уже зарабатывают от 7 миллионов в неделю благодаря платформе Алишера Усманова. Даже при минимальных вложениях каждый из них вышел на доход, о котором они раньше не могли мечтать. Так может каждый. Просто выберите свой регион и узнайте, сколько вы заработаете до конца недели. Internetdagi platformalarning barchasi haqiqiymi? Ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilinayotgan pul topish, tezda boyib ketish bo'yicha xabarlarga ishonsa bo'ladimi? Mashhur insonlar bizni aldashi mumkinmi? Bularning barchasi qanchalik haqiqat? Keling, shularni batafsil ko'rib chiqamiz. Добрый день. Я хочу прояснить ситуацию, которая недавно вызвала большой резонанс в интернете. Да, информация, которая просочилась, верна. Несколько лет назад я начал инвестировать в одну платформу, которая оказалась чрезвычайно успешной. Супермаркеты остаются важной частью моего бизнеса, и я горжусь тем, что мы делаем для наших клиентов. Верховный муфтий Узбекистана шокировал своим заявлением всю страну в своем обращении. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Вчера Всевышний Аллах открыл мне истинное прозрение. В этом видении я увидел ясный путь к финансовому достатку для каждого мусульманина. Аллах дал мне светлый знак. Новая программа от нашего брата Алишера Усманова. Аллах дарует вам возможности, чтобы вы приумножали свое богатство и делали добрые дела. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda soxta xabarlarga aldanib pullaridan ayrilib qolayotgan fuqarolar soni ortib bormoqda. Bank kartalari bilan bog'liq murojaatlarning 3 oyligini tahlil qilganimizda ko'rsatkichlar o'tgan yilga nisbatan 15 barobarga oshganini ko'rsatmoqda. Bu ko'rsatkichlar ortishining asosiy sababi fuqarolarimiz o'zlari pullarini firibgarlarga o'tkazib bermoqda. Xo'p, nima uchun? В Узбекистане появился уникальный халяльный канал, который мгновенно привлек всеобщее внимание тем, что еженедельно разыгрывает по 2 айфона между подписчиками. И в этом году пройдет розыгрыш квартиры в Ташкенте. Men bugun ertalab 500 ming so'm pul sarmoya qilgan edim. Alhamdulillah loyihasi ishonchli. Ular meni kartamga 3 million 200 ta pulni tashlab berishdi. Ishonchli loyiha ekan, ishoninglar va o'ynanglar. Bu lavhalarning barchasi soxta, yolg'on, ya'ni fake. Asosan bu kabi fake xabarlar respublikamiz hududida ijtimoiy tarmoqlar Instagram, Facebook va Telegram orqali ko'p tarqatiladi. Xabarlarda esa hashamatli hayot, tezda boyib ketish taklifi aks etgan bo'ladi. Buning ortida esa firibgarlar sizni o'z o'ljasiga aylantirish uchun tayyor turishadi va ular quyidagicha bo'lishi mumkin. Fake yangiliklar, internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan asossiz yoki qalbaki yangiliklar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qiynalgan oilalar uchun moddiy yordam, fake akkauntlar, soxta ism yoki fotosuratlar orqali firibgarlar tomonidan yaratilgan profillar, reklama tarqatish va turli firibgarlik yo'llarida foydalaniladi. Unda hattoki sizning fotosuratlaringiz joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Fake ilovalar, mashhur brendlar yoki dasturlarning soxta ko'rinishi bo'lib, virusli yoki firibgarlik uchun yaratilgan dasturlardir. Ular orqali foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari va parollari o'g'irlanadi. Fake SMS, yolg'on SMS va xabarlar orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashlari yoki qaysidir soxta veb-sayt yoki platformaga yo'naltirishlari mumkin. Oqibatda esa sizning kartangiz bloklandi, quyidagi havolaga kiring deya firibgarlar o'ljasiga aylantirishlari mumkin. Fake mahsulotlar, soxta yoki sifatsiz mahsulotlar. Masalan, soxta telefonlar yoki brend kiyimlar bo'lishi mumkin. Firibgarlar asosan onlayn savdolar va dori-darmonlar hamda kosmetik buyumlarni sotishda foydalanishadi. Hozirgi kunda ko'p uchrayotgan fake foto videolar, ya'ni deepfake texnologiyasi orqali mashhur insonlardan foydalanib soxta xabar tarqatish. Ma'lumotlarga ko'ra, fake xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiysidan ko'ra 70% holatda tezroq ommalashadi. Disinfo Lab tadqiqotchilarining ma'lumotlariga ko'ra, Yevropada bir kunda 50 mingdan ziyod fake dezinformatsiya xabarlar tarqatiladi. Fake tarqatuvchilar guruh bo'lib, ijrochilarning vazifalari taqsimlangan holatda harakat qilishadi. Guruhni lider, ya'ni tashkilotchi, buyurtmachi boshqaradi. Uning asosiy vazifasi strategiyani, motivni belgilab beradi. Bular qaysidir mavsum uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Yoshlar, uy bekalari, vaqtincha ishsizlar, ya'ni ish qidirib yurganlar yoki sana munosabati bilan bayramlar, mashhur insonlar yoxud kompaniya va brendlarga moslab tayyorlanadigan soxta xabarni tanlab olib,
asosiy mavzu belgilab olinadi. Deepfake o'zi nima? Nima uchun firibgarlar mashhur insonlardan foydalanadi? Deepfake sun'iy intellekt yordamida audio va video materiallar bilan chinakamiga manipulyatsiya qilishdir. Deepfake texnologiyasiga yaqin vaqtlargacha faqatgina kino sanoatidagi maxsus effektlar bo'yicha ekspertlar ega bo'lishgan. Keyinchalik texnologiyalar rivojlanib, deepfake'larni yaratish bo'yicha dasturiy ta'minotdan ochiq foydalaniladigan bo'ldi. Buning oqibatida esa kiberjinoyatchilar deepfake texnologiyasidan moliyaviy firibgarliklarni amalga oshirish, birovni aldash va qalbaki yangiliklar, soxta video va audio fayllarni yaratishda foydalanishmoqda. Deepfake bu biror bir odamni tashqi ko'rinishini yoki uni ovozini soxtalashtirish. Bu juda ham oson bo'lib qoldi. Bugungi kunda mavjud texnologiyalar bilan deyarli 5 daqiqada ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi faol insonlarni rasmlari, birinchi navbatda u yerga nima kerak? Bizga ma'lumotlar kerak. Istalgan odamni fake'ini yaratish uchun, ya'ni bu odamni soxta ko'rinishini yaratish uchun biz uni ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotlarni yig'amiz. Hozir deyarli barcha insonlar Instagram yuritadi, Telegram yuritishi mumkin yoki Facebookda o'zining video rasmlarini yuklagan bo'lishi mumkin. Ular olinadi. Uni ovozi bor albatta, tabiiy. Mana shu ikkalasini birlashtirib, endi bu ovoz orqali istalgan matn generatsiya qilish mumkin. Ya'ni bu ovoz bilan istalgan matnni aytib berish mumkin va bu matnga mos keladigan videoni ham joylash mutlaqo muammo emas. Buning yana bir xavfli tomoni bor. Ya'ni faqatgina firibgarlik jinoyatlariga fuqarolarimizni jalb qilish emas, balki qaysidir fuqarolarimizni yoki qaysidir shaxsni boshqa odam nomidan tuhmat qilish yoki haqorat qilish yoki uni obro'sizlantiruvchi videoni ham tayyorlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Наконец-то узбекистанцы начинают зарабатывать большие деньги. Yigitimiz tanigan bo'lsangiz kerak. Mana shu yerni Alloh uchun ota-onalar nomidan ehson qilgan yigitimiz. Суммы всем, кто этого хочет. Кто уже готов изменить свою жизнь, скорее пишите мне по кнопке ниже. А кто еще думает... Ko'ryapsizlar, orqadagi parda, orqadagi eshik, sochimmi, mana original videosi, istoriyamda. Pul bor, uni 10 million qilib biz shu hokimlikdagi mas'ul xodimlar bilan kelishgan holda ayollar muruvvat uyiga ularni hisobiga o'tkazib beradigan bo'ldik. Shuni qaror qildik. Buni ham hisobotini sizlarga o'zbek tilidagi original video mana storiesimdan olingan, 2021-yil qo'yilgan. Bular, короче, искусственный intellekt orqali rus tiliga o'girib, lablarim o'sha lipsinklarigacha to'g'rilasa bo'ladi. Искусственный intellekt qilib, mana shunaqa chiroyli, akkuratni qilib переделка qilib qo'yishgan. Firibgarlar asosan targetga, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalarga katta e'tibor qaratishadi. Ijtimoiy muhandislik texnologiyasini qo'llashi, ishonchli chiqishi uchun mashhurlarning rasmlaridan soxta akkauntlar ochib, muloqotga kirishishadi. Жители Узбекистана богатеют на глазах. Видеоблогер Тимур открыл телеграм-канал, в котором помогает каждому подписчику. У Тимура проверенная репутация и тысячи отзывов о сотрудничестве с ним. Большой молодец. Я спасибо хочу тебе огромное сказать. Такие дела добрые делаешь, людей нуждающихся не бросаешь в беде. Deepfake qanday ishlaydi? Deepfake texnologiyasi neyron tarmoqlar va chuqur o'rganish algoritmlariga asoslangan. Uni yaratish odatda quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchi, ma'lumot yig'ish, algoritm soxtalashtiriladigan odamning suratlari va videolarini o'rganish kerak. Qancha ko'p ma'lumot bo'lsa, shunchalik realistik natijaga erishiladi. Neyron tarmoqni o'rganish, dastur insonning yuz ifodalari, harakatlari, ovozi va boshqa xususiyatlarini tahlil qiladi. Yangi kontent yaratish, o'rganish jarayonidan so'ng neyron tarmoq haqiqiyga o'xshash yangi video yoki audio hosil qilib beradi. Eng mashhur deepfake texnologiyalari haqiqatga juda yaqin tasvirlar yaratib beradi. Ular asosan yuzlarni o'zaro almashtirishga asoslangan algoritmdan foydalanadi. Deepfake texnologiyasi yoki o'sha soxta fake xabarlarda foydalanish jinoyatchilarga nima uchun kerak degan savolga agar avvalambor javob beradigan bo'lsak, ular o'zlarini ishlab chiqqan o'sha firibgarlik sxemalariga jalb etish, fuqarolarni yanada ishontirish maqsadida aynan shu fake xabarlar va deepfake texnologiyalardan foydalanyapti. Ya'ni bu qanday amalga oshiradi? O'sha mashhur biznesmenlar yoki taniqli shaxslar yoki qanaqadir bir hukumatimizda rahbar lavozimida ishlayib turgan shaxslarni boshqa joyda qaysidir mavzularda gapirgan ma'ruzalarini, videolarini oladi va unga sun'iy intellektni qo'llagan holda boshqa mavzularni, ya'ni ularning firibgarlik jinoyatlariga ishontirishga qaratilgan qanaqadir boshqa mavzularni qo'ygan holda ularni ovozi bilan, hattoki ularni mimikalarini o'xshatgan holda bularni deepfake texnologiyasida videoroliklar, ya'ni ma'ruzalar yoki murojaatlar tayyorlashadi. Bundan tashqari boshqa resurslarda tarqalgan ovozlari, rasmlari,
videolarni chuqur o'qitish texnologiyalari yordamida qayta ishlab, ma'lum bir yo'nalishda soxta xabar tayyorlash imkoniyatini shakllantiradi. Bunda asosan fuqarolarni moliyaviy mablag' ishlab topishga jalb qilish uchun har xil investitsiyalar yoki Telegram kanallarda mahsulotlar sotib oluvchi shopping fraud deyiladi, ya'ni o'sha xarid qilishdagi firibgarlik sxemalariga jalb qilish va xorijiy davlatlarga ish izlab topish maqsadida amalga oshirilyapti bugungi kunda. Deepfake'ni qanday aniqlash mumkin? Ko'z qisish muammosi. Dastlabki deepfake'larda odamlar ko'zlarini g'ayritabiiy ravishda ochib yopardi. Bugungi texnologiyalar buni yaxshilagan bo'lsa ham tafsilotlar baribir sezilib turadi. Noto'g'ri soyalar va yorug'lik, sun'iy intellekt yorug'likni to'g'ri tushira olmaydi. Tumanli yoki o'zgaruvchan yuz chegaralar ba'zida yuz fon bilan notabiiy birlashib ketadi. Lab harakatlari va ovoz sinxronizatsiyasidagi xatolar yuz ifodalari odatiy harakatlanmaydi yoki ovozga mos kelmaydi. Ovozdagi noaniqliklar. Deepfake orqali yaratilgan ovoz biroz robotga o'xshab eshitilishi mumkin. O'rtoqlar, vaziyat borgan sari jiddiylashib borayotgani uchun men video post qilishga qaror qildim. Oxirgi 2-3 kunning ichida meni rasmlarim, meni videolarimdan foydalanib, sun'iy intellekt orqali meni ovozimni ko'chirib olib, rus tilida. Shu o'rinda fuqarolarga alohida murojaat qilmoqchiman. Ya'ni bunday jinoyatlarning ta'siriga tushib qolmaslik, ya'ni ertaga jabrlanuvchiga aylanib o'zlari peshona terisi bilan topgan pullarni o'sha firibgarlarning qo'liga topshirib qo'ymaslik uchun eng asosiy jihati bu e'tiborli bo'lish va ushbu narsalarni yana bir marta rasmiy manbalardan tekshirib ko'rish maqsadga muvofiq. O'ylaymanki, siz bu borada ancha-muncha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Yana ko'rishguncha.